Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, hurmatli tinglovchilar. Navbatdagi darsimiz 19-mavzu 11-sinflar uchun O'zbekiston tarixidan O'zbekiston Respublikasining Rossiya, Xitoy va AQSh bilan o'zaro munosabatlari. Dastlab O'zbekiston Rossiya o'rtasidagi munosabatlar haqida to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston Rossiya Federatsiyasi bilan o'zaro hamkorlik masalalariga alohida e'tibor qaratdi. O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi davlatlararo munosabatlar va hamkorlik 1992-yil imzolangan davlatlararo munosabatlar, do'stlik asoslari to'g'risidagi shartnoma, 1998-yil imzolangan 1998-2007-yillar uchun iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish to'g'risidagi shartnomalar asosida rivojlanib bordi. Keyingi yillarda O'zbekiston-Rossiya munosabatlarining yangi bosqichga ko'tarilishida 2004-yilda imzolangan O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasida strategik sheriklik to'g'risidagi shartnoma muhim ahamiyat kasb etdi. 2005-yilda Moskvada imzolangan O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnoma, shuningdek 2012-yilda Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuv yakuniga ko'ra qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi strategik sherikchilikni chuqurlashtirish to'g'risidagi deklaratsiya ikki davlat o'zaro munosabatlarida alohida voqea bo'ldi. Ikki mamlakat o'zaro munosabatlari va hamkorligining yanada rivojlanishi va chuqurlashishiga 2013-yil aprelda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Putin o'rtasida Moskva uchrashuvi yangi turtki bo'ldi. Ushbu uchrashuv chog'ida davlatlarning keng qamrovli o'zaro munosabatlardagi hamkorligini rivojlantirish holati va istiqbolini ko'rib chiqildi. Har ikki davlat mustaqillikka erishgandan keyingi davr ichida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida 160 dan ortiq xalqaro shartnoma va 40 dan ziyod boshqa hujjatlar imzolandi. 2017-yil aprelda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan Rossiyada bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasiga davlat tashrifi yakunlari bo'yicha siyosiy, savdo-iqtisodiy, texnikaviy, migratsiya sohalari, shuningdek mintaqalararo hamkorlik, turizm va sog'liqni saqlashga oid umumiy qiymati 16 milliard dollar bo'lgan 55 ta hujjat imzolandi. Keyingi reja bo'yicha mavzuyimiz O'zbekistonning Xitoy bilan munosabati. Xitoy Xalq Respublikasi O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini 1991-yil 27-dekabr kuni tan oladi. 1992-yil yanvarda diplomatik munosabatlar o'rnatiladi. O'zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasida an'anaviy do'stlik munosabatlari o'rnatilgan. Bular ikki mamlakatga har ikki tomonni qiziqtiruvchi ko'plab masalalar bo'yicha o'zaro manfaatli va samarali hamkorlik olib borish imkonini beradi. Xitoy Xalq Respublikasining raisi 2010-yilda O'zbekistonga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2012-yilda Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi. Uchrashuvlar davomida hamkorlikning istiqbollari belgilandi. Buning yaqqol dalili sifatida O'zbekiston rahbarining Xitoyga tashrifi chog'ida davlat rahbarlari tomonidan strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi qo'shma bayonotni imzolaganligida ko'rish mumkin. O'zaro manfaatli hamkorlikning huquqiy bazasi 2005-yilda imzolangan do'stlik, hamkorlik va sheriklik munosabatlari to'g'risidagi shartnoma 2010-yilda do'stlik, hamkorlik va sheriklik munosabatlarini har tomonlama chuqurlashtirish va rivojlantirish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya, 2012-yilda strategik sheriklik o'rnatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya, 2013-yilda ikki tomonlama strategik hamkorlikni yanada chuqurlashtirish va rivojlantirish haqidagi qo'shma deklaratsiya, 2014-2018-yillarga mo'ljallangan strategik sheriklik munosabatini rivojlantirish dasturi hamda 2016-yilda imzolangan qo'shma bayonot tashkil qiladi. Mazkur hujjatlarning qabul qilinishi uzoq muddatli istiqbolda mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarni yanada rivojlantirishga xizmat qilmoqda. 2017-yil 11-13 may kunlari prezident Shavkat Mirziyoyevning Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi O'zbekiston-Xitoy munosabatlarini yangi bosqichga ko'taradi. Muzokaralar yakunida Shavkat Mirziyoyev va Si Szinpin O'zbekiston Respublikasi bilan Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasida qo'shma bayonotni imzolaydi. Shavkat Mirziyoyev Xitoyga bo'lgan tashrifi davomida umumiy qiymati 23 milliard dollar bo'lgan 105 ta ikkita tomonlama hujjatlar imzolanadi.